Mana bu qulpinoylarda oldida bu biznikini olmaydi-da. Qayerdagi ekan bu? Это грецкий. Gretskiy. Qani? Endi ochibsizlar-a? Yashiklarda haligi turistik sistema qilishgan. Gretsiya, Tursiya endi o'sha holatda o'n turishini. Bugun ochildi. Посмотрите. Gap yo'q. Bor. Mazasi yaxshi ekanmi? Супер вообще. Qani? Idealni. Qancha ketyapti hozir bu? 3,5 milyon. 3,5 ming, mana nimasi korobkasi, unda qancha kilo? 5 kilo 300. 5 kilo 300. O'shanda deta 600 rubl bilan bo'lmayapti-da. Endi qaranglar ukalar, bizdan ham kelyapti 500 so'm. O'sha o'kunlari 700-800 edi. 500 so'm, 600 so'mda sotishyapti, 600 rubl deb. Konkurensiya bor. Bitta o'zimizdan kelsa edi, endi bir narsa qilib qolagan narximizni sotishimiz. Bu variantni, bu narsani bizda ham qilsa bo'ladi. Navini boshqa qilib turib, mana jinday manaqasini qabog'ini o'zgartirgan bo'lsa, yarim kilo atrofida hamma yo'lgacha, teshiklarigacha qo'ygan. O'zgarish deyapmiz. Ozgina izlanish kerak, o'zgarish kerak. O'zgarmasak nimagaki bu bozorda bitta bizda O'zbekistonda yoki Qirg'izistonda qulpinoy sotilmayapti. Gretsiyadan kelyapti, Tursiyadan kelyapti, Xitoydan kelyapti. Deyarli hozir bular ham oldin qimmatroqda, hozir narxi bizniki bilan barobar bo'lib qolyapti.